O'txur beliqimiz bek cho'ng bo'lg'achqa buni yalpag'dab, pajilab tayyor qilib olamiz. Endi o'txur beliqimiz bek cho'ng bo'lg'achqa o'txur beliqimizni yalpag'dab to'g'rab pajilab olamiz. Beliqimizni mana o'xshash bundaq to'g'rab yalpag'dab buni pokiza so'q suvda yuvib tayyor qilib olamiz. Endi buningga tam xuruchlarni tetim suv bilan aralashtirib, buningga tüküp temlendirimiz. Mana beliqimizni bundaq qizartib pishirib olgandan keyin qozonga moy qo'shib, undan keyin hozir samsoqni solib, samsoqni zayjirini qizil mo'shtaga solamiz. Çok yağlarını silip koyuyoruz. Kuruşlarını silip kızartıp koruvagandan keyin bunga bir piyala su qo'yamiz. Suni qo'shib bo'lgandan keyin beliqimizni silib 10 minut atrofida dumlaymiz. Bo'sh o'tda, o'tni muvofiq tansiq 10 minut dumlaymiz. Pishadigan vaqtida alohida tayyor qilgan palak, sulpiyoz, qizilmushni ustiga silib ilashtirib oziq qildik. Buni qizartib pishirib olgan o'txur beliqimiz tayyor bo'ldi. Shunchalik go'zal, chiroyli chiqdi ham. Tamam yaxshi yeyishlik bo'lgan taom bu. Buni guruch bilan yesanglarmi yoki cho'p bilan yesanglarmi bo'ldi. Sizlar shuning bilan tamom sizlarga omonat qoldi. Bu samanglarning etib, yeb, tetib, huzurlanib, chiroyli rasmlarga tortib, avatishinglarni umid qilaman.